Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Esselamu aleyküm, hürmetli qarindaşlar. Men bugün Allah Celle Celaluhu'nunki muvaffaq qilishi bilan Ailem Cennetim dersimizning 14-nji bölügini sözlemekçi. Men maş material ko'rish jarayonida Amerikaning sobiq raislarining birisi o'zining xalqiga nutq so'zlayotgan jarayondagi bir ikki jumla so'zi men nayt o'ziga jalb qildi. U bo'lsa-mu, u o'zining xalqiga so'zlayotib, Amerika xalqining turmush saviyasi nayt yuqori safaga erishdi. Amerikaning ishlab chiqarishi ilmiylashib, avtomatlashib yuqori saviyaga yetdi. Amerika xalqida pul bor, Amerika xalqida ishlab chiqarish kuchi bor. Amerika xalqi nayt yuqori fan texnikaga erishdi. Yuqori sifatli fan texnika bor. Ammo Amerikada yaxshi o'lchamli oila yo'q. Mana bu qo'rqinchliq. Men Amerikaning mushadan vayron bo'lishni ansirayman degan bir so'zi bor ekan. Demisimi bir oilaningki yaxshi oila qurilib chiqish bir ummatning bir taraqqiy qilishdan derak bo'lsa, oilaningki vayron bo'lishi shu ummatningki vayron bo'lishidan derak berdi. Chunki ummat nimadan tarkib topadi? Oiladan tarkib topadi. Oila yaxshi bo'lsa, jamiyat yaxshi bo'ladi. Oila yaxshi bo'lmasa shu, demak bu ummat halokatga yuzlandi. Biz bugun shu baxtlik oila qurishga nihoyatda yaqindan aloqador bo'lgan bir tema ustida to'xtalmoqchi qarindoshlar. Anmosh ayol o'zaro bir-birini tushunish kerak. Masalan, qandoq tafakkur qildi, qandoq o'ylaydi, qandoq gap qiladi. Ayol ham qandoq o'ylaydi, qandoq tafakkur qildi. Qandoq ochiqlansa nima ish qiladi. Ayol qandoq ochiqlansa nima ish qildi degandek bir qator masalalarni ayol ikkisi bilish kerak. Endi biz bugun mushu ayol bir-biridan nemin umid qildi degan temaga to'xtalmoqchi. Endi chunki mushu haqda bir ray sinash faoliyat olib berilgan. Ma'lum bir arab davlatidagi so'tchidan birisi, maxsus oila ishlarini qilgan so'tchidan birisi bir jadval tuzgan. Jadvalda ayoldan kutadigan eng muhim ishlar birinchisi nima, ikkinchisi nima, uchinchisi nima, to'rtinchisi nima deb ayolg'imi ayoli eridan umid qiladigan birinchi ish nima, ikkinchi ish nima, uchinchi ish nima, to'rtinchi ish nima deb o'shda bir jadval tuzib, oxirsiga o'zi bir javoblarni yozib, shundan tanlanadi degan. Masalan, muhimi ayoldan nemin kutadi, ayol erdan nemin kutadi degan jadvalning ostiga birinchisi masalan yemek içmek bilan ta'minlash, iqtisodchan bo'lish, xotirjamlik his qilish, o'zaro qadrlash, bir-biriga ishonish, yiqimliq gap so'z, erki arzuluq bo'lish, mard kan qursoq bo'lish, mas'uliyatni o'z ustiga olish, o'zaro faranglashish, qizg'in kayfiyatda xushxuy bo'lish, oila ko'ngil bo'lish degandek va yumoristik bo'lish. Mana shu 13 javobni qo'yib, mushundan tanlanglar deb mushundaq jadvalni taqatgan. Endi bu jadvalni taqatgan vaqtida 200 oilaga taqatgan. Bu oilaningki tarkibi kelib chiqish o'xshashmaydi. Ba'zanlar dehqon, ba'zanlar normal xizmatchi, ba'zanlar kadr, ba'zanlar ziyoli, diniy jihatdan ba'zanlar dindor, ba'zan normal dindor, ba'zanlar dinidan ancha kori yo'q. Shunda o'xshashmagan 200 oilaga taqatgan vaqtida bunda bir xil natija kelib chiqqan qarindoshlar. Endi mushu natijani ayollarning bugun obdan bo'lib olishini men arzu qilaman. Chunki bu 95% erlar ayoldan nemin kutgan bilamsizlar.
Rey sinash neticesinde 95% erler ayaldın birinci olup ümit kıldığan işi uygu köngül bildiyiş deganni tanlagan. To'g'ri qarindoshlar. Er degan sirtning odami. Tijorat bilan, oilani beqish, boshqa ishlar bilan bo'lib, asos jihatdan sirtlarda bo'ladi. Bu chaqda bu er oilasiga ko'ngil bildigan bir odamga muhtoj. Ballarga ko'ngil bildigan bir odamga muhtoj. Mana dal mushu yerda onaninki roli joriy bo'ladi. Ana oilaga obdan qarasa, erning ariq turiki bo'lsa, ariq tiyiki bo'lsa, er chuqum sirtida xotirjam o'zlarining ishini qila oladi. Ammo aksichi bo'lgan chaqda chuqum bu ermo utuq qozonmaydi, oilamo baxt saodatlik oila bo'lolmaydi. Ayolning uyda qildigan ishidan teshida qildigan ishi jiq bo'lsa, ayolning teshida ko'ngil bildigan ishi, uyda ko'ngil bildigan ishidan jiq bo'lsa, bu oila chuqum vayron bo'ladi. Allah subhanahu va taolo jannatning hurul ayllarini bizga tunishtirgan vaqtida hurun maqsuratun fil khiyam, chidirlarda o'zini saqlab o'tag'an hur ayollar deb, ya'ni jannatdagi hur ayollarni mushunda tasvirlagan. Demak, ayollarimiz erlarimizning roziligini olayli. Ayollar biz bu oilani baxtli qilayli desa, chuqum mush oilada o'tirishi va oila ko'ngil bo'lish kerak. Ayollar uyda qilgan xizmati, ummatga qo'shgan eng cho'ng xizmati shu oila ko'ngil bo'lish qarindoshlar. To'g'ri, ayollar sirtim ish qiladi. Lekin haqiqiy men ummatimga, dinimga bir has qo'shay, haqiqiy rolimni joriy qildiray desa, mush oilada bo'lish kerak. Ey Osmon radhiyallohu anhu qarindoshlar. Mush Osmon ibn Affan radhiyallohu anhu ne qotillar o'ltirimiz deb kirgan vaqtida Naila onamiz ashu uyda kiyim bilan hatto chashlar uchiq holatda Osmon ibn Affan radhiyallohu anhu qutqizman deb kelgan vaqtida Osmon ibn Affan radhiyallohu anhu nim degan: "Hey Naila, sizning ma chechingizni yotlarning kurab qilishidan mening o'lgunim yaxshi" degan. Mana manda tushundirgan qarindoshlar bizga. Shuning uchun ayollar uylarda o'zini namahramlardan saqlab, oilaga ko'ngil bo'lib, oilada o'ltirganligi ummat uchun qilgan eng cho'ng xizmati. Bizningki Uyg'ur maqol tamsillarda har qanday bir utuq qozongan erning keynida bir ayol bor deyildi. Bu haqiqatan to'g'ri qarindoshlar. Siz tijorat utuq qozongan, ilmiy bilim elishda utuq qozongan, nurg'un natijalarni oliy darajalik yuksak natijalarni qo'lga keltirgan, ish qilib turib hayotining ma'lum sohasida bir utuq qozongan erni ko'rsangiz, buning keynida oilasi ko'ngil bildigan, bolalari ko'ngil bildigan bir yaxshi ayol bor deb biling. Buni aksicha aksi bo'ldi qarindoshlar. Shuning uchun ayollarimiz bu nuqtani tushunishimiz kerak. Mandaq bir statistik ep berilgan. Maxsus aqillar yaslixonasida o'qiydigan bolalar bilan uyda onasining qo'yni cho'ng'igan bolalarningki ahli iqtidoriningki yetilishini tadqiq qilgan. Tadqiqot natijasida qarindoshlarimiz aqillarda alohida bir yaslida cho'ng'igan bola bilan mush onasining quchog'ida cho'ng'igan bolaning ahli iqtidorining yetilishida onasining quchog'ida cho'ng'igan bolaning aqli iqtidorining yetilishi normal yaxshi bo'lganlik. Ammo yaslida alohida uskunlashgan o'qituvchilarning aytib tanlangan yaslidagi bolalarning aqli iqtidorining yetilishi onasi bilan cho'g'an bolalardan to'g'an bo'lganligi natijada shunday kelib chiqqan. Ayollarimiz uyda o'ltirmay sirtlarda uni qilman, buni qilman deb chiqib yursa, bolalarimiz nima bo'ladi qarindoshlar? To'g'ri, ayollarning sirt ish qilishi harom emas. Masalan, bo'libmi iqtisodiy jihatdan erlar tepirayotgan,
sirtda chiqish zur bo'lmagan ayollarimiz sirtga chiqmasligi kerak. Ammo eri o'lib ketgan yoki iqtisodiy jihatdan ayol bir ish qilmasa, boshqalarga qo'l uzatib qolgan ahvol bo'lsa, ayollar haloldan tepkisi buni durust. Lekin ayolning asosi, vazifasi, asos roli, dinga, ummatga qilgan xizmati, oilani yaxshi İyolub, balını yaxşı tərbiyəlab, ərinin haqiqi aq türügü bu vaxtada mana bu ərlər utuq qazanalaydı, ailələr bəxtlik buldu. Bunda olmaydı ikən, ballarımızı şu koç tərbiyələydi, ballarımızı televizor tərbiyələydi, ballarımız tərbiyəni tordan alıdı, qalayımqan yadın alıdı, ailə vəyran buldu, ümmət vəyran buldu. Bu Reisinaş cədvildəki ikinci ərlər ayaldın ümit qıldıgan ikinci iş bolsa qarindaşlar, ayollarning mush qizg'in kayfiyatda va xushxuy bo'lishi degan shuni tanlagan. Ya'ni 90% erlar ikinci savolga mushunda javob bergan. Demisimi bu erlar mush oilani deb sirtlarda nurg'un moddiy besimlarga va ma'naviy besimlarga uchraydi. Harudu, charchaydi. Uy kelgandan keyin ayolının özüne bir kızgın kayfiyatda xushxuy kütülüşüge ihtiyacı var. Uy kirip oğuçulam bir ısık çayının tayini yok. U oldu, bu oldu, kapaklarını türüp, çırayları türülgen, kapakları sangılgan, çoğun balan anı kıldı, küçük balan manı kıldı, hoşnumuz anda oldu, palaniyadı manda oldu, sen ne düşündün, bizden karın olmayı deyip, uy kirip oğuça, manda kakşap, g'amni ustiga g'am qo'shib mandaq qildigan ayollarni erlar yaxshi ko'rmaydi. Erlar yaxshi ko'radigan uy kirpoqcha oldi bilan bir chiroyli to'rt og'iz tatliq gap qilib, xush chiroyli bilan o'zining bir xuddi shu erga noiti bir intizor bo'lgandek bir yaxshi bir ko'nglini suv uchirib mandaq bir uy kirpoqcha bir hodigun chiqag'idek ayolga ehtiyoji bor erlarning. Shuning Alloh subhanahu va taolo Muşu cennet ehli bulduğun ayollarını süpetlep uruben etraba. Urub diyen gap yani erlerige yıkımlık ayollar diyen buldu. Yıkımlık külümsirep durduğun. Hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ela uhbirukum bi khayri nisaikum. Men sizlarninki en yaxşı ayollarından depireyim kullu vadudun velud. Toğumcan hem yıkımlık ayollar yani iriga şu yepişip durgan iriga kuyundigan mandaq ayollar degan. İza gadibet ev usiya ilayha yoki bu ayolga bir xaplik gap qapti yoki bu ayolga birsi aziyat turibdi. Bunda bu qasimi darhal şu irininki voy irim deb şu iriga yepishib, irining roziligini izlab mushta xaplik chaqdimi? Voy silmandan bir rozi bo'ldimi? Voy ko'ngillar xo'shalmi? Uydagi ko'ngillar ko'ngillik o'tyotamdi deb mushundaq irining xo'shal qilishga tirishgan ayollar haqiqatan yaxshi ayollar deb. Uning aksi shu. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda la'anallohu ar-rajulata minan nisa. Başta uy kirib o'g'icha eri qapig'ini turib, eri bilan ko'rinmaydigan, eriga vaqiraydigan ayollarga Allah la'nat qilsin degan qarindoshlar. Asma onamiz Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, men ayollarning elchisi bo'lib keldim. Biz sizdan bunday bir narsani so'ramoqchi. Mush erlar bizni oldimizga o'tkatdi. Ya'ni erlar qanday o'tkatdi? Erler cuma okuydu, erler cihat kıldı, erler Allah yolu pul xərcləydi, erler cemaatla namaz okuydu, müştaqib ütketti, erler aldığımız ütketti. Biz ayollar qanda qılımız degan çağda Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yani sizlərinin bir anlamaş iyiriga yaxşı ayol bolsa ve şu iyiriga maslashib, iyirinin kütke yerden çıkıp muşun ve muvafaqatu deb iyirinin kütke yerden çıksa ve yerini razı qilish uchun tirishsa, bütün erlarning qilgan ajr savobidimi yaxshi ajr savob oldi degan qarindoshlarimiz. Mana bunda bo'lgan chaqda uy kelishga oldiraydi.
Uydan ko'ngli suv ichgankin, u sirtlar nima ish qildi u yerda bu yerda uni buni burab qarindoshlarimiz. Aksicha uydan suv ichmagan erlar andakin u yer bu yerda oq ko'chidan o'ziga xushallik izlaydi. Shuning uchun ayollarimiz mana bu nuqtaga diqqat qilish kerak. Erlarning ayollardan umid qiladigan 3-ish bo'lsa, mush ayollarning erlarni hurmat qilishi qarindoshlar. Ba'zi ayollarimiz var tili uzun. Bu haqiqatan nachar ayollar. Er birini deydigan, ikkinchisi deydigan, aş gapdan qalamtim. Voy menmi sendan qalamtim deganda qilib, bundaq hatto gap tutibasingizmi? Eringizdan bak gapdan bo'lsingizmi? Lekin erni hurmat qilmay qilmaganligingiz eringizning nazarida qimmatingizning yo'qolganligi, hatto sizning hurmatingizning yo'qolganligini bildirdi. Shuning uchun er hürmetlense, meyli bu er şu sorunu bolsun, bulmusun, bayada, yok ya da örüne hürmetligeliginiz, mana siz yaxşı ayollarınızı bildirdiğin gibi. Er qandaq ayolni yaxşı görüdü? Şu er aile üçün cəbba atadıdı. Onda boğanken şu aile üçün qan emgikini bir maqtaydigan, emgiki rahmet etdigan, emgekке ve emgekinin sahibi boğan erge hürmet qildigan ayolga amroq shundoq ayollarni yaxshi ko'radi. Ammo uy go'shakbas azakibsan deyotgan, kimibpas taynoq kimib birsan deyotgan, ya er hurmatlanmagan, ya erninki emgiki qon tari hurmatlanmagan oilada bu oila baxtli oila bo'lmaydi. Bu ayolmi yaxshi ayol bo'lmaydi. Erlar bundoq ayolni yaxshi ko'rmaydi. Masalan, er voy uyda o'tirib baliq obdan qarag'ansa, eri chiqib bo'g'icha kaynidan do'qildab sirdiq chiqib bo'lgan. Daq ballarga dadang deb qalsa men ba deb qo'yinglar, so'rab qalsa telefon qilib qalsa deb qo'ygan. Ayol yerigimi asi bo'lgan bo'ladi, ballarni xato tarbiyalagan bo'ladi. Shuning uchun ayollar a'la degan a'ning qilayotgan ishini, qozongan utquni chuqum hurmatlash, taqdirlash, maqtash, buningdan faxrlanish. Bunda bo'lgan chaqda bu er uchun nayt zo'r madad bo'lgan gap. Asma onamiz hammamiz bilamiz Abu Bakr radhiyallohu anhuning qizi. Abu Bakr radhiyallohu anhu olsa bilim bor. Arablar ichidagi mas nasab shunaslik ilmida hammadan katta olim. Pul bor, eng cho'ng tijoratchi. İctimai o'rin desa Makkaliklar hammasi hurmatlaydigan ijtimoiy o'ringa ega. Mushundoq oila cho'ng bo'lgan. Ammo to'y kimi to'y qildi? Zubayr al-Avam kambag'al, hech nimasi yo'q, bir etidan boshqa hech nimasi yo'q. Uylarda ishim yo'q, bir kambag'al odam bilan to'y qildi. Shu bilan bu oyda bir yordam bergan odam yo'q. O'zi shu qavmininki urug'larini terib sabatga beshiq ilib mashta ko'tarib kelib etini baqatdim deydi. Keyindan non yoqatdim. Men bu nonni faqat yoqolmaydim deydi. Nimda men bu xo'shlamdan non yoqolmayman deb o'zini ayiblaydi qarindoshlar. Voy sen men degan manda oila cho'ng bo'lgan. Voy men kimning qizdim? Sang tegib ma kuni qoldim deb manda ishlar bo'lmagan. Mundaq ani tushirdigan yoki erga haqoratlik qildigan, erdan o'zini yuqori o'rin qo'ydigan mandaq bir Asma onamiz unda emasdi. Aksicha men nima deb qo'shnamning ayolda qo'shnamningki qizda qilolmayman, nima uchun men uyamni qo'shnamning qizda tutolmayman deb balki talabni o'zi qo'yadi. Shuning uchun ayollarimiz bu nuqtani yaxshi tushunish kerak. Erlarning ayollardan kutadigan eng oxirgi umidi bo'lsa tejashchan bo'lish qarindoshlar. Ya'ni iqtisodchan bo'lish. O'ylab baqila. Eng oxir kutilgan ish nima bu? Birincisi oila ko'ngli bilish. İkincisi qizg'in kayfiyatda xushxuy bo'lib, erni yaxshi bir uy kirgan joyda bir chiroyli gaplar bilan issiq bir piyola choy bilan kutib olish. Üçüncüsü erni hurmatlash. Oxirgi qiladigan ishi shu iqtisodchan bo'lish. Chunki bizning konlarda bir gap bor, erni qilganmi xotin, yer qilganmi xotin. Shuning uchun ayollarning iqtisodchan bo'lishi, biz buni darslarimizda ayollarning mas'uliyati degan darsimiz so'zlab o'tdik, jiq to'xtalmaymiz. Ya'ni demak, bu mushundoq muhim ishnimi erlar eng oxirsida 4-chi kutilgan ishning qatoriga qo'ygan. Demak, birinchi oila ko'ngli bo'lish ishlar nihoyat muhim. Mana mush qatorliq shu rais nashning netinchisi shu. Hamda biz ayollar erlerden nemini kütüdü. Bu haq to'xtalamiz. Birinchi
ayollarning erdan kutadigan umid nima? Buni mana yigitlarimiz nihoyatda yaxshi anglash kerak. Endi biz mushu raisinash jadvalininki mush ayollar qismiga kelaylik. Buningda ayollar erlardan umid qiladigan ishlar degan jadvalda bu shu ayollarninki erlardan umid qiladigan birinchi ish nima bilamsizlar qarindoshlar? O'ylab boqinglar. 95% ayollar erlardan umid qildiganimiz mush erlar oildagi mas'uliyatni biz bilan teng ustiga osadi ekan. Siz bir er bo'lib sifatingiz bilan dada bo'lib sifatingiz bilan atdiginsa ishni yapib chiqib assalomu alaykum xotin san uy qoldi deb chiqasak, ma oildagi ballarni tarbiyalash, boshqa ishlar, ballarni boshqarish bu bichora ayol qandoqmi qilib bo'laydi? O'ylab boqinglar, dadaning rolining cho'ngligini o'ylab boqinglar. Biz ketgandan keyin balasi gapga unmasa shu ayol dadan kas deymerse balsal o'ngshuldi. Sal harakatni qiliplaştırdı qarindoshlar. Dadaning mushundoq bir roli cho'ng. Hatto sizning ash uyda bir ovozingizning bir ikki eg'iz gapning bo'lishi shu ballarning ballar 4 eg'iz bir gap qilishingiz shu cho'ng rol o'ynaydi. O siz atdigingiz chiqib kashti uy kirsangiz bu ayol qandoqmi ballarni o'z yolg'iz tarbiyalab qo'yadi. Bo'libmi sizning 15-16 yoshga kirgan qiz o'g'illaringiz bo'lsa, buni ana yolg'iz tarbiyalab bo'lmaydi. Siz hatta men berib masjid ibodat qilma deb masjidda o'ltirib olgandan, voy men undoq bundoq ishni qilma deb butun vaqtingizni sirt o'tkazgandan ma'lum vaqt ajratib uy kelib bolalarni tarbiyalaganligingiz diniy jihatdan mu afzal ham katta savobli ish qarindoshlar. Masalan bir odam sirtda 10 soat xizmat bo'lsa, kunda 10 soatlik xizmat bo'lsa, chuqum 3 dan 2 qismini sirtda o'tkazsa, bir qismini bolalarga, oilaga atash kerak. Siz atdigingiz chiqib kashda uy kirsangiz, nima ish qilsangiz pul tepatma, ishlayapman, uni qilyapman, buni qilyapman desangiz, to'g'ri pul tepishingiz mumkin. Ammo oilangizni ziyon tortasiz. Undaq pulni kim uchun topsiz siz? Atdiginsi uydan chiqqan vaqtida nashtin qiplam xotin bola san qoldi demay, chiqitishdan burun, "Ha, balam, sen bugun nima ish qilsa, sen mandaq ishni qil. Qizim sen mandaq ishni qil" deb oiladagi bolalarning qildigan ishini aniq qilib, bo'lsa bir daskani qo'yib, daskaga yezib bo'lsin ko'rsatib turib, mashda chiqitish. Kashti kirgan chaqda kirbil tamoqni yeb, televizor ko'rib, gazet o'qib o'tamay, balalarni yig'ib, bugun sen maktabdan nima o'rganding? Qur'oni Karimdan nima yodilding? Nima ish qilyapsan? Maktabdagi natijalaring qandoq? O'qishing qandoq? Onangning gapini anglayapsanmi? Biror qiyinchiliging bormi? Men qilpagidek ish bormi? deb balalar bilan suhbatlashib o'ltirish qarindoshlar. Chuqum ma'lum vaqtni oilaga ajratib, oilaga mas'uliyatni o'z ustiga elish. Ma'lum bir kitobni elib, bolalar bilan teng o'qish. Ballarınınki o'qish ahvoliga, sen kim bilan do'st bo'lyapsan, kim bilan aralashayapsan, nima ish qilyapsan, buni bilib turish. Mana bu ayol 95% ayollarning erlardan kutadigan shu. O'ylab boqinglar, mana bolalarimizni shunda so'rab, mushta ko'ngil bilsak, ayollar haqiqatan bir qo'shilib keldi qarindoshlar. Voy bolam, nima o'qiding? Na kelding? Sening nima ishlarga duch kelyapsan? Kim bilan aralashib o'tyapsan? Dars nadan nagacha, o'qish nadan nagacha, o'rganayotgan hunaringni nadan nagacha deb shundoq oilada, shundoq oilaga ko'ngil bilib tursak, bu ayollar uchun eng muhim ishning birisi mushu qarindoshlar. Ham ayollar mushuni tanlagan. Birinchi erdan kutadigan mush ekan qarindoshlarimiz. Ayollar erlardan kutadigan ikkinchi umidi bo'lsa, mush oilada bir xotirjamlikni his qilish. Bunda deganimiz, endi erlar ikki gapning birisi bo'lsa, ayollarni qo'yitaman deb tahdid qildigan. Yoki oztula bir vaqirishib, to'lishib qolgacha apangni uy ket deb qo'g'lab etadigan.
yoki pat-pat men ustunga xotin olaman deb mushundaq ayollarga tahdid qildigan. Buni mushu ahvollarda ayollar xotirjamlik his qilolmaydigan gap. Shuning uchun erlarning majburiyati men sendan behojat bo'lolmayman. Ya'ni mush ayolni qo'yib etmayman, sen meningki davomli ayolim bo'lsan degandek bir tuyg'uni berish. Eng muhimi. Ayollar mash mening erimkan, mash uy mening uyimkan deydigan bir xil ishonchga erishish bu ayollarning eng erlardan kutadigan ikkinchi arzusi ekan qarindoshlar. Bu ayollarningki tabiiy bir xarakteri. Shuning Oysha onamizdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ya Rasululloh meni qanday yaxshi ko'rdilar degan vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam men sizni og'amchining chigib qo'ygan yerda yaxshi ko'rmayman. Shunda chin yaxshi ko'rma deydi. Oysha onamiz pat-pat ya Rasululloh og'amchining chigib qo'ygan yer qandayroq desa, burunqidek xotirjam bo'ling. Siz mening bu dunyodagi ayolim ham jannatlik ayolim deydi qarindoshlar. Mushchaqda Oysha onamiz ne kadar xo'shal bo'lganligi hammamizga ayon. Mushunda bir vaqalik bayon qilinibdi ba'zi kitoblarda. Mushu Osman imperiyasining davrida bir xalifaning bir vaziri bor ekanda. Bu vazirini ayolini deb yaxshi ko'rdi ekan. Nayt baxtli xo'shal xoram yashapdi. Ma'lum kunlarda bu vazir yana bir qatim to'y qilish niyati kelib qoldi. Ikkinchi bir xotin olay deb Şolam bu gapni ayoliga qandoq deyishni uqmabdi. Qanda desam bo'la, buni desam bu ayolim ig'ir kelib og'rib qolarmi, kasal bo'lib ketarmi deb o'ylab oxirsida bir yilni o'ylab chiqdi-da. Bir kuz ayolni qashiga kirib, nayt bir yomon bir ish bor. Bu bir chataq ish bordan keyin nim bo'ldi degan keyin shu padişahınınki qulqiga mush davlatimizda bo'lgan bir ish yetib bordi. U bo'lsa-mu mush davlatda ayollarning soni erlarnikidan bak eshib ketibdi. Shundan mash padişah men bir farmon chiqirman. Har qandoq bir ikki xotinam bo'lsa, ikkinchi xotinam bo'lgandan kallasini uzuman deb mushunda farmon chiqadi deb vujudim tutarib ketdi, qandoq qilaman deb nayt g'amkin bo'lganligini ayoliga desa, ayollar to'y qandoq qildi? O'lib ketsan, shahid ketsan inshaalloh deb degan qarindoshlar. Demak, ayollar shundoq, ularning xarakteri shundoq. Hatto balkim hikoyada shu Odam alayhissalom bir kunsi uyiga kechikib ketdi-da. Shuni Havonimi so'rabdi. Voy, ajab kechikib kelding-ku deganki, voy ishim boshidan kechikib qoldim deganki, Havonimiz sal nim qanday bir xil xotirjam bo'lamoqda qilib ekan. Odam alayhissalom, voy nimadan xotirjam bo'lamaysan? Sen bilsa Alloh subhanahu va taolo bu dunyoda sendan boshqa ayolni yaratmadi. Xotirjam bo'l debdi. Ayol Havonimiz ha deb qo'yib, Odam alayhissalom uyquga ketgan vaqtda Odam alayhissalomning qo'g'isini sinab qilib Havonimiz. Demak, ayollar xotirjam bo'lolmaydi. Shuning uchun buning xotirjamlik his qildirish erning majburiyati va shunda qildirishimiz kerak. Ayollar shunga muhtoj qarindoshlar. Mesela Ayşe annemiz bir günse Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den paranlaşıp oturup 11 ayolning hikayesini so'zlab berdi Ayşe annemiz. Yani bazı erlarning nati yaxshi ekanligi, bazı erlarning normal ekanligi, bazı erlarning nachar ekanligini so'zlab berib, shun orasida nati yaxshi bir er bor ekanda, ayolini bak yaxshi ko'radigan, hurmatlaydigan, ashu qimmatli kiyim-kechak, oltin, zibu zinnatni epirdigan eng yaxshi erkan. Buning ismi Zar ekanda. Shuni hikoyasini aytib berib, lekin bu Zara degan kishi oxirsida bir ayolni yaxshi ko'rib, shu ayolni qo'yib etkanda, shuna payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan: "Hey Aysha, kuntu laki ka Abi Zara." Men sizga mash Abu Zardek bo'ldim. Ya'ni Abu Zar qanday yaxshiligimni sizga yaxshilik qildim, lekin Abu Zar xotinni qo'yib etgan va ana la utalliquka, sizni menga qo'yib etmayman deb Rasululloh shunda degan. Shuning uchun ayollarning biz erlardan kutadigan ikkinchi umidi shular bir xotirjamlik his qilish qarindoshlar. Mana bu ayollarning bu xil pixsikisini, bu xil arzusini har qanday tushunish kerak va shu ehtiyojini erlar qondirish kerak. Ayollarningki erlardan kutadigan uchinchi umidi bo'lsa, o'zining hurmatlanishini kutadigan qarindoshlar. Ya'ni erlar
ayollarni bizni bo'zgatmiskan, bizni xo'rlamiskan, bizmi erlarimizni hurmatlagandek, bizni hurmatliskan deydi ekan. Bu tabiiy bir talab qarindoshlar. Chunki bu dunyoda har qanday bir inson bo'ladi ekan. U inson mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, olim bo'lsin, jahil bo'lsin, boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, hamma odam o'zining bir odamdek yashashni, o'zining mavjudligining qadrlanishini, o'zining hurmatlanishini orzu qiladi. Bu tabiiy ahvol. Shuningga biz hurmatlasak, boshqalar bizni hurmatlaydi. Qo'lni yuvsa, qo'li yuzni yuvibdi degan gaplar bor. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam o hadis sharif nima deydi desanglar? Xayrukum li ahli. Sizlarning yaxshilaringlar ayollik yaxshi bo'lganlar deydi. Ayollarimizni hurmatlasak yaxshi bo'lamiz. Va ana xayrukum li ahli. Mana men payg'ambar ayolimga eng yaxshi erman. Ma akraman nisa illa karim. Ayollarni faqat o'g'li janob, isl odamlar hurmatlaydi. Wa ma ahanahunna illa al-la'im. Ayollarni faqat mal'un kishilar xo'rlaydi deb Rasululloh bu gapni tugatdi qarindoshlar. Endi biz ayollarni xo'rlasak, masxir qilsak, yaratmasak, bo'zgatsak, biz Rasulullohdan bir diplom olgan bo'lamiz. U diplom nima? Mal'un degan diplomni olgan bo'lamiz. Agar hurmatlasak, ularni taqdirlasak, ularning timsim oilada qarindoshlar, oilada o'ltirib yaqinlar. Bir kun uyda midirmay, shu oilada o'ltirsanglar, bechar ayollarning naqadar jafokash, tamoq etayotgan, uyni tozalayotgan, bolalarning g'amini yeyotgan, u qildigan ish yomonjiq ayollarning. Bularningmi unchalik ishni biz taqdirlamasak, hurmatlamasak bo'lmaydi. Eng muhimi ayollarni hurmatlaganlar, oliy janob degan diplomni Rasulullohdan olgan bo'ldi. Ayollarni xo'rlaganlar mal'un degan diplomni Rasulullohdan olgan bo'ldi. Gapning qisqasi Rasulullohning mushahidasida mujassamlashgan. Ayollar erdan kutadigan eng oxirgi umidi bo'lsa, ya'ni 4-umidi bo'lsa, shu yemek, içmek, kiyim kechak, ya'ni turmushni bir kapolat ega qilsa deb shuni arzu qildi ekan. Endi nurg'un erlarimiz bu yerda qarindoshlar. Yeydigining kommeti, ichdigining kommeti, uni qilib bersang nima deysa deydi. Lekin ayolning nazarida bu 4-o'rin turdi ekan. Birinchisi mas'uliyatni tang ko'tarish, ikkinchisi xotirjamlik his qilish, uchinchisi hurmatga sazovor bo'lish, to'rtinchisi azgina qo'saqni kiyimning g'amiga 4-xato ekan bu. Ammo nurg'un erlarimiz hozir nima deydi bo'lsa, yeydigini talqib bersam, ichdigini talqib bersam, endi nima deyting deydi qarindoshlar. Ayol yeb ichishga, kiyishga muhtoj emas. Ular bir chiroyli gaplarga, sening taqdirlashingga, oilaning mas'uliyatini birga ep berishingga, o'zining xotirjam bo'lishiga muhtoj. Uningdan eshib qolsa 4-xatoda shu turmush, ya'ni yemek, ichmak, kiyim kechak, anadek pul molning navbati andekin keldi ekan. Mana buni erlar yaxshi tushunish kerak. Mana men davatgan nima uchun bu darsni so'zildim? Erlar ayollarning umidini tushunsa, ayollar erning umidini tushunib, har biri o'zining ustidagi mas'uliyatni ado qilsa, oilamiz dal shu chaqda jannatga aylandi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.